Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar, ularning farzandlari, vasiylari va yaqinlari uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 1 oktyabrdan keyin pensiya pullarini olish bank kartalari, hujjatlar, ishonchnomalar, qarzdorliklar va firibgarlik xavfi atrofida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida ketadi. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirsangiz, oddiy bir hujjat yoki bitta telefon qo'ng'irog'i sababli pensioner bir necha kun yoki hatto bir oy pulini vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Men sizga vahima qilish uchun emas, oldindan tayyor bo'lish uchun gapiryapman. Chunki pensioner uchun pensiya bu shunchaki pul emas. Bu dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarz, nabiraga yordam, kasalxonaga qatnov degani. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni ota-onangizga, qo'shningizga, mahalladagi yosh katta insonlarga yuboring. Chunki bu masala har bir oilaga tegishli. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensiya pensiyasini oddiy tartibda olardi. Kimdir bank kartasiga oldi, kimdir naqd pul shaklida oldi, kimdir farzandi orqali oldi, kimdir ishonchnoma berib qo'ydi. Odamlar yillar davomida bir xil tartibga o'rganib qolgan. Pensiya kuni keladi. Bankomatdan pul yechiladi yoki pochta xodimi olib keladi yoki farzand borib olib beradi. Ko'pchilik hujjatlar muddati, bank kartasi faol yoki faol emasligi, telefon raqami kim nomida ekani, shaxsiy ma'lumotlar yangilanmaganiga uncha e'tibor bermagan. Endi nima o'zgaryapti? Eng katta o'zgarish shundaki, pensiya to'lovlari bilan bog'liq jarayonlarda shaxsni aniqlash, hujjatlarni tekshirish, kartaning egasi kimligi, pulni kim olayotgani, ishonchnoma haqiqiy yoki muddati o'tgan-o'tmagani aniqlash masalasi ancha jiddiylashmoqda. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Davlat ham, bank ham, pensiya organlari ham pul haqiqiy pensionerga yetib borayotganiga ishonch hosil qilmoqchi. Bu aslida to'g'ri maqsad. Lekin amalda tayyor bo'lmagan pensionerlar uchun noqulaylik paydo bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning bank kartasi eski bo'lishi mumkin. Karta muddati tugagan, lekin odam buni bilmay yuribdi. Yoki karta faol, ammo unga bog'langan telefon raqami allaqachon ishlamaydi. SMS kelmaydi. Kodni tasdiqlab bo'lmaydi. Bank xodimi esa avval telefon raqamingizni yangilang deydi. Pensioner esa bitta operatsiya uchun 2-3 marta bankka qatnashga majbur bo'ladi. Bu ayniqsa qishloqda yashaydigan, sog'lig'i zaif, yolg'iz yashaydigan keksalar uchun juda og'ir. Yana bir masala bor. Ishonchnoma. Ko'p oilalarda ota yoki ona yoshi katta bo'lgani uchun pensiyani farzandi olib beradi. Bu holat qonuniy bo'lishi uchun ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Lekin ba'zi ishonchnomalar muddati o'tgan bo'ladi. Ayrimlarda bank operatsiyalariga ruxsat aniq yozilmagan bo'ladi. Ba'zilarida esa faqat ma'lum bir tashkilot uchun amal qiladi. Natijada farzand bankka boradi, navbatda turadi. Oxirida bu hujjat bilan pul bera olmaymiz degan javobni eshitadi. Mana shunda muammo boshlanadi. Endi kimlar ko'proq xavotir olish kerak, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin, shuni aniq tushuntiraman. Birinchi navbatda bank kartasi muddati tugash arafasida turgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Karta ustida odatda oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, kartada 24 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil oktyabr oyigacha amal qiladi. Agar pensioner buni sezmasa, pensiya tushgan bo'lsa ham kartadan foydalanishda muammo chiqishi mumkin. Bankomat pul bermaydi, do'konda to'lov o'tmaydi, mobil ilova ishlamaydi. Pensioner esa pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda bo'lishi mumkin. Muammo karta muddatida bo'ladi. Ikkinchi guruh, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lgan pensionerlar. Hozir ko'p bank operatsiyalarida SMS kod tasdiqlash, qo'ng'iroq orqali aniqlash ishlatiladi. Agar pensionerning bank kartasiga bog'langan raqam farzandi, qo'shnisi yoki eski egasi nomida bo'lsa, keyinchalik identifikatsiya jarayonida savollar tug'ilishi mumkin. Men ko'p ko'rgan holat. Onaxonning kartasiga o'g'lining raqami ulangan. O'g'il boshqa viloyatda ishlaydi. Ona bankka boradi, bank xodimi SMS kod yuboradi. Kod o'g'ilning telefoniga boradi. O'g'il ishda telefonga javob bermaydi. Ona esa bankda kutib o'tiradi. Bitta raqam yangilanmagani uchun butun kun ketadi. Uchinchi guruh, pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ishonchnoma oddiy qog'oz emas, u huquqiy hujjat. Unda kimga, qaysi muddatga, qanday vakolat berilgani aniq yozilgan bo'lishi kerak. Masalan, pensiya pulini olish, bank hisobvarag'idan pul yechish, bank kartasini almashtirish, ariza berish.
Ma'lumotnoma olish kabi vakolatlar alohida ko'rsatilsa, keyin muammo kam bo'ladi. Aks holda farzand faqat ma'lumotnoma olishi mumkin, lekin pulni yecha olmasligi mumkin. 4-guruh qarzdorligi bor pensionerlar. Bu juda nozik masala. Ba'zi pensionerlar kommunal to'lov, aliment, kredit, jarima yoki sud qarori bo'yicha qarzdor bo'lishi mumkin. Agar ijro hujjati bo'lsa, pensiyadan ma'lum miqdorda ushlab qolish holatlari uchraydi. Ko'p odam buni pensiyam kamayib qoldi deb tushunadi. Aslida pulning bir qismi qonuniy asosda ushlab qolingan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham chegaralar bor. Har qanday ushlab qolish to'liq pensiyani olib qo'yish degani emas. Pensionerda yashash uchun ma'lum miqdor qolishi kerak. Shuning uchun har bir ushlab qolish bo'yicha yozma asos talab qilish kerak. 5-guruh yashash joyi, pasport ma'lumotlari yoki familiyasi o'zgargan, lekin tizimda yangilanmagan pensionerlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, keyin pensiyaga chiqqan, ammo ayrim hujjatlarda eski familiya qolgan yoki pasport ID kartaga almashtirilgan. Lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha turibdi. Bunday holatda tizimlar bir-biriga mos kelmay qoladi. Bank ma'lumotni yangilang deydi. Pensiya bo'limi avval bankdagi ma'lumotni to'g'rilang deydi. Odam esa idoradan idoraga yuradi. Birinchi misol. Yaltax yoshli otaxon pensiyasini plastik kartaga oladi. Kartaning muddati oktyabr oyida tugagan. U buni bilmagan, chunki har oy farzandi bankomatdan pul yechib berardi. 10 oktyabrdan keyin pensiya tushadi. Lekin bankomat karta amal qilmay deb chiqaradi. Otaxon pensiyam to'xtadi deb xavotirga tushadi. Aslida pensiya to'xtamagan, faqat karta almashtirilishi kerak. Agar u oldindan banka borib kartani yangilab olganda bir kunlik muammo ham bo'lmasdi. Ikkinchi misol. 74 yoshli onaxon pensiyasini qizi orqali oladi. Qizda eski ishonchnoma bor. Ishonchnoma 3 yil oldin berilgan, muddati tugagan. Qiz banka boradi. Lekin pul berishmaydi. Onaxonning o'zi yurishga qiynaladi. Endi notarius chaqirish yoki uyga xizmat so'rash kerak bo'ladi. Bu ham vaqt, ham xarajat. Agar ishonchnoma muddati oldindan tekshirilganda bunday muammo chiqmasdi. 3-misol. Pensiona kredit kafili bo'lgan, qarindosh kreditni to'lamagan. Sud qarori chiqqan, ijro ishi ochilgan. Pensiona pensiyasi kamayganini ko'rib, bankni ayblaydi. Lekin bank faqat ijro hujjati asosida ushlab qolgan. Bu holatda pensioner eng avvalo ijro byurosidan qaror nusxasini olishi, ushlab qolish miqdori qonuniyligini tekshirishi, agar xatolik bo'lsa, shikoyat qilish kerak. Oddiy telefon orqali janjal qilish natija bermaydi. Yozma murojaat kerak. 4-misol. Pensionerning kartasiga bog'langan raqam nevarasining nomida. Nevara telefoni yo'qotgan, SIM kartini tiklamagan. Bank ilovasiga kirishning imkoni yo'q, SMS kod kelmaydi. Pensioner bankka borsa, shaxsni tasdiqlashi kerak bo'ladi. Agar hujjatlar joyida bo'lmasa, jarayon cho'ziladi. Shu sababli men doim aytaman, pensionerning moliyaviy raqami imkon qadar o'z nomida bo'lsin yoki eng kamida oilada ishonchli, doim mavjud bo'lgan odam nazoratida bo'lsin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning ID kartasi joyida bo'lsa, bank kartasi muddati o'tmagan bo'lsa, telefon raqami ishlayotgan bo'lsa, pensiya to'lovida qarzdorlik yoki ijro hujjati bo'lmasa, ishonchnoma kerak bo'lmasa yoki to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki muammo ko'pincha pensiya tushadigan kuni bilinadi. Undan oldin emas. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlarga o'tamiz. Bu joylarni bilmasangiz, muammo qayerdan chiqqanini ham tushunmay qolishingiz mumkin. Birinchi nozik jihat. Pensiya kechikdi degani har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan texnik kechikish, bankdagi qayta ishlash vaqti, dam olish kuni, bayram kuni, hisob raqam ma'lumotidagi nomuvofiqlik sabab bo'lishi mumkin. Pensionerlar orasida pulimni olib qo'yishdi. Meni ro'yxatdan chiqarishdi. Endi pensiya bermaydi degan vahima tez tarqaladi. Men bunday vaziyatda birinchi navbatda 3 joyni tekshirishni maslahat beraman. Bank hisob varag'i, pensiya bo'limidagi ma'lumot va SMS xabarlar. Shundan keyin xulosa qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, firibgarlar aynan shunday paytda faollashadi. Ular pensionerlarga telefon qilib, 10 oktyabrdan pensiyangiz to'xtaydi. Kartangiz blok bo'ladi. Kodni ayting, men sizga yordam beraman. Yangi ro'yxatdan o'tkazish kerak deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodni, karta raqamini to'liq, amal qilish muddatini, CVV kodni, pasport suratini noma'lum odamga yubormang.
Bank xodimi ham, pensiya xodimi ham telefonda sizdan karta orqasida maxfiy kodini so'ramasligi kerak. Agar so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Uchinchi nozik jihat. Pensionerning nomida bir nechta karta bo'lishi mumkin. Ba'zan pensiya eski kartaga tushadi, odam esa yangi kartani ishlatyapman deb o'ylaydi. Bankda hisobvaraq va karta tushunchasi bor. Pensiya aniq bir hisob raqamga bog'langan bo'lishi mumkin. Karta almashtirilganda hammasi avtomatik o'tadi deb o'ylash to'g'ri emas. Ba'zi holatlarda yangi karta ma'lumotini pensiya to'lov tizimiga bog'lash kerak bo'ladi. Shuning uchun kartani almashtirganda bankdan pensiya shu kartaga tushishda davom etadimi deb yozma yoki komida aniq og'zaki tasdiq oling. 4-nozik jihat. Pensioner chet elga chiqqan bo'lsa yoki uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, ma'lumotlarni yangilash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Ayrim to'lovlar bo'yicha shaxsning tirikligi, yashash joyi vakil orqali olish tartibi. Konsullik yoki notarial tasdiq kabi masalalar muhim bo'ladi. Bu har bir holatda alohida ko'riladi. Shuning uchun xorijda farzandi bilan yashayotgan pensionerlar hammasi avvalgidek davom etadi deb beparvo bo'lmasin. Vakolatnoma, bank kartasi muddati, telefon raqami, ID hujjat muddati tekshirilsin. 5-nozik jihat. Naqd pul oladigan pensionerlar ham xavfsiz emas. Ko'pchilik o'ylaydi, menda karta yo'q, demak menga tegishli emas. Bu noto'g'ri. Naqd to'lovda ham shaxsni aniqlash, ro'yxat, manzil, hujjat, imzo, vakil orqali olish masalalari bor. Agar pensioner ko'chib ketgan bo'lsa, manzil o'zgargan bo'lsa, uyda topilmasa, hujjati eskirgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Ayniqsa mahallada ro'yxatdagi manzil bilan real yashagan manzili farq qilsa, muammo chiqadi. 6-nozik jihat. Pensiya miqdori o'zgarsa, sababini aniq bilmasdan xulosa qilmang. Ba'zan ustama tugagan bo'lishi mumkin. Ba'zan qayta hisoblash bo'ladi. Ba'zan qarzdorlik ushlanadi. Ba'zan bank komissiyasi yoki xizmat haqi noto'g'ri tushuniladi. Pensioner 20 million 200 ming so'm tutgan, 20 million tagan ming so'm tushgan bo'lsa, darhol yozma izoh so'rash kerak. Nima uchun kamaydi degan savol og'zaki emas, ariza orqali berilsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 7-nozik jihat. Oiladagi ishonch masalasi. Afsuski, pensiya pulini farzand, kelin, kuyov yoki boshqa qarindosh olib, pensionerga to'liq bermaydigan holatlar ham uchraydi. Bu juda og'riqli mavzu, lekin men mutaxassis sifatida aytishim kerak. Pensiya pensionerning shaxsiy daromadi. Agar pensioner muomalaga layoqatli bo'lsa, uning roziligisiz pulini boshqarish mumkin emas. Bank kartani olib qo'yish, PIN kodini bilib olib, pulni yechish, pensionerga hisobot bermaslik huquqiy va axloqiy jihatdan noto'g'ri. Keksalar bunday vaziyatda mahalla, ijtimoiy xodim, pensiya bo'limi yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishdan tortinmasin. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti amal qilayotganini ko'ring. Hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, bankdagi va pensiya hujjatlaridagi ma'lumot bilan mos bo'lishi kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki boshqa asoslovchi hujjat tayyor tursin. Agar pasport yaqinda ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, bankka borib ma'lumotni yangilash kerak. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati qachon tugashini qarang. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, pensiya tushadigan kunni kutmang. Oldindan bank filialiga boring. O'zingiz bilan ID karta, eski karta va telefonni oling. Bankdan yangi karta olganda pensiya aynan shu hisobga tushishda davom etishini aniqlang. Agar yangi hisob ochilsa, pensiya organiga ma'lumot berish kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, telefon raqamini tartibga keltiring. Bankka bog'langan raqam ishlayaptimi, SMS kelyaptimi, raqam kim nomida, buni tekshiring. Agar pensioner telefondan foydalanishga qiynalsa, oilada bitta ishonchli odam yordam bersin, lekin kod va parollarni hamma bilib yurmasin. Telefon yo'qolsa, darhol SIM kartani tiklash va bankni xabardor qilish kerak. 4-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddat tugamagan bo'lishi shart. Unda pensiya olish, bankdan pul yechish, karta almashtirish, ariza berish, ma'lumotnoma olish kabi vakolatlar aniq yozilgani yaxshi. Agar pensioner yura olmasa, notariusning uyga chiqish xizmati haqida so'rash mumkin. Buni oxirgi kunga qoldirmang, chunki navbat hujjat tayyorlash va tasdiqlash vaqt oladi. 5-qadam, qarzdorlikni tekshiring. Agar pensiyadan pul ushlanayotgan bo'lsa, bankdan yoki tegishli ijro organidan hujjat asosini so'rang. Qaysi qaror, qaysi sana, qancha summa, oyga qancha ushlanadi, qoldiq qancha,
Bular yozma ko'rinishda bo'lishi kerak. Agar pensioner qarzdorlikni tan olmasa yoki miqdor noto'g'ri deb hisoblasa, yozma shikoyat berishi kerak. Shunchaki menga kam tushdi deb aytish yetarli emas. 6-qadam. Pensiya bo'limiga murojaat qilish tartibini biling. Agar pensiya tushmasa yoki kamayib qolsa, avvalo tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta, bank rekvizitlari, karta ma'lumotlari, oldingi to'lovlar bo'yicha SMS yoki kvitansiyalar. Agar bo'lsa, ishonchnoma olib boring. Arizada muammoni aniq yozing. Falon oy uchun pensiya to'lovi kelmadi. Pensiya miqdori falon summaga kamaydi. Bank kartasi almashtirilgani sababli yangi rekvizit kiritishni so'rayman. Ariza nusxasiga kirim raqami qo'ydirib oling. 7-qadam. Bankka borishda savollar ro'yxatini oldindan yozib oling. Pensioner bankka borganda hayajonlanishi, navbatda charchashi, kerakli savolni unutishi mumkin. Shuning uchun qog'ozga yozing. Karta faolmi? Muddati qachon tugaydi? Pensiya qaysi hisobga tushadi? Telefon raqami to'g'rimi? Blokirovka bormi? Qarzdorlik yoki ushlab qolish bormi? Yangi karta kerakmi? Bank xodimi javob berganidan keyin tushunmagan joyingizni qayta so'rashdan uyalmang. 8-qadam. Firibgarlardan himoyalaning. Agar kimdir telefon qilib pensiyangiz to'xtaydi, hozir kod ayting desa, darhol qo'ng'iroqni uzing. Agar SMSda havola kelsa, bosmang. Agar pulni ko'paytirib beramiz, yangi yordam puli chiqdi, ro'yxatdan o'tmasangiz pensiya yo'qiladi deyishsa, rasmiy manbadan tekshiring. Rasmiy idora hech qachon sizdan maxfiy bank kodlarini so'ramaydi. Farzandlar ota-onasiga buni bir marta emas, qayta-qayta tushuntirsin. 9-qadam. Uyda pensiya papkasi tashkil qiling. Bu oddiy papka bo'lsin. Ichida ID karta nusxasi, yirik bank rekvizitlari, karta muddati yozilgan qog'oz, pensiya bo'limi manzili va telefoni ishonchnoma nusxasi, oxirgi to'lovlar bo'yicha ma'lumot, qarzdorlik bo'lsa hujjatlar tursin. Favqulodda vaziyatda farzand yoki yaqin odam nima qilishni biladi. Hamma hujjat turli joyda yotsa, bitta muammo butun oilani sarson qiladi. 10-qadam. Pensionerning roziligini hurmat qiling. Oilada onam tushunmaydi, otam bilmaydi deb hamma narsani yashirincha qilish noto'g'ri. Pul qayerga tushyapti, qancha tushyapti, nima ushlanyapti, karta kimda, pin kod kim biladi? Bularni pensionerning o'zi bilishi kerak. Agar u sog'lig'i sabab boshqara olmasa, baribir unga tushunarli qilib aytish kerak. Bu nafaqat huquqiy masala, balki insoniy hurmat masalasi. Yana bir amaliy tavsiya. 10 oktyabrdan keyin birinchi pensiya to'lovi kelganda darhol tekshiring. Pul tushdimi? Summa to'g'rimi? Karta ishlayaptimi? Naqd yetishda muammo yo'qmi? Agar hammasi joyida bo'lsa, yaxshi. Agar muammo bo'lsa, birinchi kuni bankka qo'ng'iroq qiling, ikkinchi kuni yozma murojaat tayyorlang, uchinchi kuni pensiya bo'limiga boring. Vaqtni cho'zsangiz, keyingi to'lov davriga ulanib ketadi va masala murakkablashadi. Men yana shuni alohida ta'kidlayman. Har bir gapni rasmiy manba bilan tekshirish kerak. Internetda tarqalayotgan har bir xabar to'g'ri bo'lavermaydi. Lekin xavf shundaki, yolg'on xabar ham real muammoni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, pensioner qo'rqib kartasidagi pulni noma'lum odamga o'tkazib yuboradi. Yoki ro'yxatdan o'tkazaman degan firibgarga pasport suratini yuboradi. Keyin kredit, qarz, noqonuniy operatsiya muammolari boshlanadi. Shuning uchun ehtiyotkorlik har doim foydali. Xulosa qilib aytsam, 10 oktyabrdan keyingi eng katta xavf pensiyaning o'zi yo'qolib ketishda emas, balki hujjat, bank kartasi, telefon raqami, ishonchnoma. Qarzdorlik va firibgarlik sababli pensionerning o'z puliga vaqtida yetolmay qolishida. Men sizdan bir narsani so'rayman. Bugun ota-onangizning kartasini, hujjatini, telefon raqamini va ishonchnomasini tekshirib qo'ying. Bu ish ko'pi bilan yarim soat oladi, lekin bir oylik sarsonlikning oldini olishi mumkin. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya kechikdimi? Karta blok bo'ldimi? Ishonchnoma sabab muammo chiqdimi? Bank yoki pensiya bo'limi qanday javob berdi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yo'shib katta yaqinlaringizga albatta yuboring. Men esa keyingi videolarda pensionerlar huquqi, to'lovlar, ustamalar va amaliy himoya yo'llarini yana sodda tilda tushuntirib beraman.